hududi boshqa chiqayotgan joylari bor. Misol o'sha tinchlik mahalla oldingi lokatsiyasi oldingi joyda qolib ketgan ekan, 12-chi maktabda deyishadi. Bu amaliyotchilar bilan talaba amaliyotchilar shunaqa bo'ldi, hozir boradi, chiqib turadi, turgan joyda lokatsiya uradi, lokatsiyani payqatib turadi. Lekin u lokatsiyani kelib urib, chiqib ketgandan keyin, misol yarim soat 15 minutga turadi, lokatsiyani internetga urib chiqib ketadi platforma. Lekin uni inspeksiya sifatida o'zlaringiz ichki monitoringmi yoki kadrmi borish, haqiqatdan ham shu o'tdi lokatsiya yarim soatdan keyin, 2 soatdan keyin borib o'ylayapsizlar, yo'q mahalla. Haqiqatdan shu yerdan emas shu holat. Shu kelayotgan yana soat 5-ligida, 6da kelayotgan bitta o'rada chiqayotgani bo'ldi. Shuni olamiz. O'rganish sizlarda misol joyda bo'lmasa yoki bo'lmasa mahalla yetkazuvchi tomonidan yoki rais tomonidan filtrga chiqaradigan bo'lsa yoki telefon orqali bo'lsa ham axborot beriladigan bo'lsa, markazdan biriktirilgan xodimlar bor, o'rganadi, yo'q bo'ladigan bo'lsa, ta'birnoma tayyorlab boshqarmamizga chiqariladi. Shu holat misol 26-yilda ikkita ijtimoiy xodimimizga nisbatan chiqarildi, ikkalasiga intizomiy jazo qo'llanildi. Endi Ahmad Yassaviy bo'yicha aytadigan bo'lsak, Yassaviy mahallamizda ijtimoiy xodim to'g'ri ozgina muammo bo'ldi, kelishmovchilik bo'ldi. Buyrug'i chiqdi, uni rotatsiya qildik. Banishlik deydi. Bugun ertalab men o'zim Temur Malikov borib tanishtirib keldim. Temur Malik mahallasiga rotatsiya. Shu ikkinchi mahallada rotatsiya qilyapti xodim nisbatan o'zlari ishga baho berib ko'rsang kerak bo'lib, hukumat deputatlar ham borganda 2 jarayonda aynan nima uchun va aytganda bugun hozir salkam 10 minut 15 minut biz hokim bilan o'tirib gaplashgan muhokama qilganimizda aynan shu ijtimoiy muhtat bo'lganda oldiga kelishi muammolar, muhokamalar, aynan hozir maktab masalasi bo'lyapti, hozir birinchi sinfga qabul qilish jarayonlari. Asosan ancha-muncha muhokama bo'ldi, hozir gaplashib. Shu narsani o'ylaymanki, agar mahallada uni yechimi, mahallada o'zi xodimi faol ishlagan bo'lsa, bu hokim darajasiga yetib kelmaydi. Bu aytgan statistika oshib ketgan fuqaro murojaatlar ko'paygan. Nima uchun fuqaro murojaati ko'payib ketmasligi uchun mahallaga har bitta xodim taklif qilindi. Tushunyapsizmi? Bu joyda bor muammoni hal qilolmasa yoki o'zingiz sizdan bog'lanib muammolar hal qilolmaydigan bo'lsa, buni xodimga keragi yo'q. Biz taklif ham berishimiz mumkin. Hududiy baholaylar masalan qo'shib. Sababi, endi nogiron odam kelib turib, o'zini muammosini mahalla yetkazuvchini raisiga aytyapti, lekin raisi qancha mablag' ajratsa bo'ladi, qaysi toifaga qo'yishni bilmaydi. Mahalla raisi ma'lumot aytolmaydi, ko'p raislarimiz yangi yoki yosh aytolmaydi, planshetni ochish kerak, pul mablag' bormi, yo'qmi uni, bu bo'yicha uni ijtimoiy xodim qidiradi, ijtimoiy xodim falonchini xabar kelib 2 soatdan beri yo'q, mana shunaqa masalalar ko'payib ketadi. Shuning uchun u e'tiroz bilan ketadi, keyin e'tiroz olsa, yana u xodim borib, o'sha xodim anaqasiga borib, nogiron uyga borib, dechil yordam so'rab kelgan, yana bitta guvoh olib turib, inspektorni olib turib, sen nimaga mana ustimda shikoyat qilding, bu razborga boradi. Vaholanki, u borib turib, u nima yordam edi deb turib planshetiga nima fiksing qilish o'rniga, borib sen nima uchun mana ustimdan yomonlarni deb turib, misol uchun borib razbor bergan, to'g'ri? Bu men aytmoqchi bo'lsam, bu xodimlar bugungi kvalifikatsiyasi, chunki o'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj odam. Bu bitta gap kam, bitta gap ko'p odamlarda juda og'ir. Unga borib mehr, shafqat sifatida gapirib, masalan, psixolog bo'lish kerak demoqchi. Bu ularga bir malika nuqtai nazardan bir oyda bo'lma yoki 3 oyda bo'lma psixologiyadan bir dars berish kerak yoki bir misollar sifatida seminar trening bo'lish kerak. To'g'ri, ular biladigan odam kelmaydi ular. Malakasini oshirish kerakmi, bir qanaqa sentrga yuborish kerakmi, mablag' bo'lmasa uni qo'llab-quvvatlash anaqasida shahar qo'shimcha mablag' sifatida biz ham ortiqcha mablag'dan agar qo'yib berilgan qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki xodimni avvalambor kvalifikatsiyasini ko'tarib olishimiz kerak. Qayerga borib, kim bilan uchrashyapti, muloqotini qo'yib bera olishimiz kerak. Siz desangiz, ijtimoiy xodimlarni faoliyati bo'yicha muvofiqlashtirish, ularga o'sha ish jarayonini tushuntirish, yangi chiqqan qaror qonunlarni tushuntirish, tajribasini orttirish maqsadida alohida shtat bor. Bizda ham bor. Supervisor ijtimoiy xodimlarga seminar treninglar o'tkazadi. To'g'ri, shunga qaramasdan kamchilik bo'ladi, lekin uni malakasini oshirib borish kerak. Agar haqiqatdan malakasini oshirib xohlamasa yoki qabul qilolmayotgan bo'lsa, xodimlar voz kechish kerak deb o'ylayman.
kommunikatsiyasi yaxshiroq va psixolog sifatida boshqa odam ko'rsang kerak. Chunki vaziyat ko'p e'tirozlar shunaqa bo'lib qolyapti. Bu masalan bitta mahalladan o'sha to'rtta mahallaga kelib chiqqan holda e'tirozlardan yoki hokimiyat qabuldan kelgan e'tirozlardan kelib chiqqan holda aytyapman. Chunki u kelmash kerak edi o'sha hokim oldi. O'sha masala mahalla hal bo'lishi siz orqali hal bo'lishi kerak. Yana borib turib misol uchun hokim oldiga o'tirib Hasan tayanib bechalar doriga pul boshqa pul ana toifaga o'tirishi bu ham bo'lgan ish. Maktablarda qo'shish mavzusi bo'yicha o'zlaringiz borgansizlar maktabimizga. Bitta o'quvchimiz bor, bizi shu nogironligi bor, aravada yuradi. Hozir 4-sinfdan 5-sinfga o'tdi. 4-sinfda bilasiz, 4gacha bo'lganida bitta o'qituvchi o'tadi, bitta xonada bo'ladi. Lekin hozirgi kunda mana sentyabrdan boshlab har xil sinfga kiradi, sinflarimizni ko'rsatdik. Bizga o'sha mablag' masalasida yordam qilish kerak edi, so'raganmiz. Maktabgacha maktab ta'lim bo'limi bilan birgalikda shu masalamiz nima bo'ldi? Ertaga sentyabrdan mana hech qancha vaqt qolmadi. Qurilish menga hojatxona qilib berishim kerak. U juda ham katta respublika bo'yicha turgan savolda. Har telefon qilib nima bo'ldi deydi, men nima deyishni bilmay qolaman. Shunga nima bo'ldi shu ishimiz, masalamiz. Masala hozir hamma maktab deyarli o'rganib chiqildi. Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ma'lumot berildi. Qolgan maktablar bo'yicha ham o'sha sizdagi holat bo'yicha ham hojatxonalar muammosi borda qayta yangidan qurish masalasi bo'yicha uni ham kiritamiz. Mahalliy byudjetdan ajratishmoqchi. Uni tezroq kiritishim kerak. Уже sentyabrdan chiqolmay qurishga vaqtimiz ketib qoladi. Saat o'sha iyun tugadi. Hozir tilda bor sessiya qarorini chiqarganimcha iyun o'rtasiga bo'ladi. Daha bo'yicha tanlab o'tgandir bo'lgancha yana bir oy o'tadi. Qarabsizki, u sentyabr boshlanadi. Shuning uchun uni yo siz kiritasizmi yo xalq ta'limi kiritadimi? Xalq ta'limi kiritsa adashmasam. Bizdan kirsalar Sizdan kiritiladi, to'g'rimi? Ko'rib chiqdilaringiz bo'lsa maktabda chiqildi. Kelayotgan xarajatlar smetasi ishlab chiqildi. Gaplashib, adashmasam Oybek akaga ma'qullash uchun yuborilgan pullar bilan hamkorlikda. Bizdan taklif hamma nimani ishlab berganmiz. Endi ijtimoiy inson markazi nima kiritib beradi bu masalani. sizlar ko'rib, Biz akslarni qanaqasigacha smeta qilib ham qilib berdik. Qancha mablag' kelishigacha ekspluatatsiya bo'limi rahbar boshqa bilan birgalikda hisoblab hamma nimasi yuborilgan ma'lumotlar. yuborilgan, uni so'rab ham ko'rish kerakda, savol sizda Bu bo'yicha rahbarimiz kuni kecha Oybek bilan gaplashdilar. Ertaga futboldan keyin stadionda gaplashishdi bu masala bo'yicha. Hozir adashmasam, viloyatda qasddan ularga nimadir berilish kerak ekan. Ha, mablag'lashtirish masalasi bo'yicha. Undan keyingi etapda hozir gaplashishyapti adashmasam rahbarimiz. Bu nazorat bo'lingan bizda. Rahmat. Savolingiz bormi? Savolimiz, oqshom bu o'sha masala bo'yicha men hukumatga yaqinda Alloh bilan uchrashdim. Siz bular bergan mablag' juda ham katta mablag' berdi. Berolmaymiz degan raqam aytishdingiz, 200 million so'ralgan ekanda. Hojatxonaga 200 million juda katta. Men o'zim loyiha qildim-da, sirka loyiha qildim, 50 million bo'ldi. Endi qaysi o'tib ketadi bilmayman. 50 million degan gap to'g'ri keladi dedi. Agar naqsa o'shani boya tashlab qo'ydim. Yani ertaga yetmay qolsa aybdor qilib qo'yish ham kerak emas. Loyihasini nimadan rasmdan so'rashdida. Sessiyada chuqurlashib ketib qolamiz. Boshqa masala azam sizga tegishli topshiriq beramiz. Birgalikda komissiyamizdan birgalikda aynan inklyuziv ta'limga chiqarilgan bolalarimizni ertaga sentyabr tayyorgarligi nuqtai nazaridan o'rganib beringlar. O'rganib qancha mablag', qanaqa boyliklar, aktlari, bular qanday ma'lumotlashtirilyapti. Chunki hech qancha vaqtimiz qolmaydi. Bolajonlar kecha 80 maktabga olgan, to'g'ri 6-maktab, 80 maktablar tarqatilgan. To'g'ri 80 maktablar borib holda xabar olishga borgan paytda bola yig'lab ko'rishayotganlar bor. Ketaman deyotganlar bor, misol uchun. Sharoit to'g'ri kelmayotganlar bor. Nogiron bolalar ular. Ularga sharoit bo'lmasa, sog'lom bolalarni o'tirolmasa, qiynalsa, ularga ta'kidlarni qo'yinglar. Shularga sharoit yaratish nuqtai nazaridan. Rahmat. Savolingiz bormi? Savol bo'lmasa ko'proq reglamendan chiqib ketadi deyman. Savolmi yo taklif?
e'tirozda boyagi ijtimoiy xodimlar masalasi bo'yicha agar mumkin bo'lsa bilan chiqib ketsa 2024 yil prezidentimizni 5-noyabrda 205-sonli qarori qabul qilganda kambag'allikdan farovonlik sari dasturlarni boshlanishda faol muomala jalb etish to'g'risida. Mana hozir 3-bosqichga niyat qilyapmiz, ammo bu nimada albatta nafaqat murojaatlar inson ijtimoiy markazi, kambag'allik qattiq bo'limi, mahalla uyushmasi ishtirok etish kerak. Bunda hozirgi kunda bu masala bo'yicha faqat murojaatlar o'zi yoki murojaat jamg'armasi bo'limi shug'ullanyapti-da. Bundan olib qaraganda sizniki bizniki yaqinroq bu narsa. Hozir biz biriktirgan oxirgi 3-bosqichga biriktirganimizda bundan sariq toifalarga kambag'allik reyestrida turganlari biriktirganmiz 415 ga yaqin oila. Hozir kunda shu 5 oy, 6 oyda biz chiqaramiz, ularni oltilanmashadi. Shu kunga qarab kerakdan mana 3 ta bosqichga o'tdik. O'sha mahalladagi xodimlar shu murojaatlarga o'zlarining yordami tashkil bo'lgan bo'lyapti-da. Ovatmiz biz 420 matnni 84 ta murojaatni oldik. Uni taqdiri bilan hech kim qiziqayotgan yo'qda. Siz man oldimmi bo'ldi, esdan chiqadi hamma. Murojaatlar shug'ullanyapti bu bilan. Bor murojaatlar masalan maktabda o'qituvchi bo'lgan, direktor bo'lgan. Tashkilotlar so'raydi, yozuvchisi bor. Bu где-то 25-30% tashkil qilsa qotadi. Qolgani hammasi oddiy ishchi bo'ldi. Bu даже bir arbitr uyga xatar yozmaganlari bor. Mahalla byuroga taklif qilayotgan murojaat. Olishga majbur. O'shani kirib, mana shu xodimlar hamkorlikda eng yaqin ishlaydigan shu xodim, bu mani vaqtim yo'q. Mani siz bilan qilgan ishim yo'q. Mani palonjoy chaqirib, xattalab oylab cho'zayotgan bo'ldi. Ba'zi birlar bilmayaplar. Kelsa qaramayapti hamyonlarga. O'sha yerda qanday bir oilaning taqdirini hal qilyapti-ku. Da, u birovga rahbarlantirish qilyapti. Oilasiga qarab 5 ta oila biriktirgan bo'lsa, unga 500 qancha ham oylik to'lanayapti. Chunki nimasi, nimasini ham o'sha o'shanda. Siz oylik olasiz-ku, siz qarang shunga, o'zingiz qilayotgani bor-da. Bor ichida 10-15 ta yaxshi xodim bor. Qolgan aksariyati umran buni umuman qiziqayotgan. Aka biz siz bilan hamkorlikda ishlayapmiz-da. Mana kechalar oldin mana kecha va oxirgi tugadim. 140 ta oilaga stul berdi. Va 40 tadan oshiq oilaga sport kiyimi berdi. 104 ta oilaga o'quv qurollari berdi-da. 150 millionga yaqin pul mablag'i murojaat jamg'armasidan ajratildi. O'sha oilaga. Nima qilasizlar sizlar? Nima berdilaringiz? Qanday qildi? Umuman hech kim qiziqmaydi. Borib shuni olib tarqatib qo'yilsa ham kelmaydi. Umuman hech kim. Hatta biz bilan sizga ayniqsa bog'da beryapmiz. Mana shu 420 ta masalan ro'yxatga bosib, shu taqdiri nima bo'ldi so'ramaysiz. So'ramaydi shu xodimlar. Borib ben boraman, çok boraman, biriler deyman. 3 marta, 4 marta, 5 marta. Chiqarib bo'lgani yordam beringlar, bu qanday nima asli, qaysi asosga nima asosida chiqib ketdi desa, uni vazn nimasini olishim qiyin. Xullas kalon millionlab pul beryapmiz-ku, unga qiziqagan tashkilot yo'q, bizlardan boshqa. Taklif bo'lar bo'lmasa, o'sha sizni balkim biriktirilgan xodimlar va sizni xodimlar birgalikda umumlashtirilgan seminar qismi yoki bir yig'ilish o'tkazish kerak haqiqatdan. Vaziyatdan kelib chiqqan holda kattaroq zaldami yoki maktab zaldami, pastdami, birinchi qavatdami ijtimoiy masalalar bo'yicha birinchi bosilgan taklif bildiramiz. Yig'ilgan holda faollashtirish, hamkorlikni jipslashtirish bo'yicha alohida ko'rsatma berish kerak bo'ladi rahbariyat tomonidan. Bular siz misol uchun sizlar ikkalangiz misol ikkita tashkilot yuqorida hamkorlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Bular aytayotgan bo'lsa, pastdagi hamkorlik bo'lmasa, balki asosiy maqsad pastda umumiy natija bermaydi. Shuning uchun ular bilan ikkita tashkilot